Ajoyib yangilik. O'zbek shou-biznesi olamida kutilmagan xushxabar. Taniqli blogerlar oilasi katta yangilikni ommaga oshkor qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. O'zbek shou-biznesi olamida o'z o'rniga ega bo'lgan ijodkorlar oilasi Zakirovlar oilasida kutilmagan yangilik. Dilbar Zakirova o'zining ijtimoiy tarmoqdagi Instagram sahifasida unga ko'p bora o'z kuzatuvchilari tomonidan beriladigan homiladormisiz degan savolga quyidagicha javob berdi. Iltimos, bu mening qadriyatim, bu mening fikrlarim. Siz unga umuman qo'shilmasligingiz mumkin, lekin iltimos hurmat qiling. Ochiq aytaman, sizning menga tilaklaringiz yoki tabriklaringiz hech qanday foyda ham zarar ham keltirmaydi. Lekin agar men shu ishni qilsam, o'zim bilmagan qanchadar insonlarning dili vayron bo'lishini aniq bilaman. Qo'ying, berguvchi Alloh, olguvchi ham, lekin vijdon va ko'ngil hammaga berilgan ne'mat. Xudbin bo'lmaylik. Bu mening, bu bizning oilamizning qadriyati. Aslida aniqroq qilib mana shu kunni o'zbekchilik deb atasa bo'ladi. Keng ko'ylak kiyishlar andisha mana shu bizga qolishi va kelajak avlodimizga yetib borishi kerak bo'lgan qadriyat. Oila muqaddas. Men va turmush o'rtog'im hech qachon oilaviy masalalarimizda odamlarning e'tiborini tortishga, intriga qilishga, axbat oshirishga harakat qilmaganmiz. Qilmaymiz ham, chunki oila o'z nomi bilan oiladir. Lekin buni ko'rgan qanchadan qancha tirnoqazorlarning dili o'ksishi hisobga olinmaydi. Bu meni nazarimda ochiqdan ochiq ularga qilingan zulm. To'g'ri, ularni bu holatida bizning aybimiz yo'qdir, lekin bu xuddi qorni och bechoraning oldida qimmat go'sht yeyish bilan barobardir, deydi Dilbar Zakirova. Muhokama shart emas, men o'z fikrimni bildirdim va boshqa birovlarni qoralamadim. Shunchaki bu vaziyatda bizning pozitsiyamiz shunaqa. Bu xabar va istoriyalarimdan bexabar qolib, shu mavzuda kimdir izohlarda savol bersa, iltimos, mening fikrlarimni ularga ham xuddi mendek tushuntirishga harakat qiling. Mana shu men uchun eng katta yordamingiz bo'ladi, deya yozib qoldirgan Dilbar Zakirova o'zining ijtimoiy tarmoqdagi Instagram sahifasida. Uning so'zlaridan shuni anglash mumkinki, Dilbar Zakirova yana homilador. Ular yaqinda o'g'il farzandli bo'lishgan edi hamda uning ismini Farruh deya atashgan edi. Uning yuzini hali hamon ko'rsatishmagani bo'lsa-da, ijtimoiy tarmoqlarda ularning farzandi ham ota-onasi singari anchagina mashhurlikka erishgan. Farruh Zakirov hamda uning oilasiga, Umid Zakirovga, Dilbar Zakirovalarga ijodiy zafarlar tilab qolamiz. Video roligimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni hamda keng ommaga tarqalishi va kerakli joylarga yetib borishi uchun o'z hissangizni qo'shishni yodingizdan chiqarmang. Bizga ajratgan vaqtingiz uchun minnatdormiz.